Bu yerda BYD salonga yetdi mashinamizni. Oldiga zashnini, polniy batareyka zashnini bog'lab qo'yib bo'lishdi. Juda chiroyli turdi. Keyin buni metaliga keladigan bo'lsak, buni metali juda qalin metaldan ishlangan, uncha-muncha udarib o'tkazib olmaydi. Mana plotniy bo'lib qotirildi. Bu 3 chastdan iborat bo'ladi o'zi. Oldingi chastaniki 1, ikkinchi chastaniki o'rta batareyaniki 2, uchinchi chastaniki ham batareykaniki 3 bo'ladi. Polniy batareykani seli yopadi. Oldi atsekini ham motorning atsekini ham polniy yopib beradi. Orqasiga keladigan bo'lsa, orqasida yo'q. Orqasida kelmagan. Agarda zashnida kerak bo'lsa, bizda har xil modellarga bor, xullas. Bu yerda Sony Pro'ga bor, mana bu yerda Xenon 6 ga bor, bu yoqda Hanga bor, mana bu yerda Han L ga bor, mana bu yerda Tang L ga bor, Tang L orqasida Yuan Up bor, uni orqasida yana Y2 bor. Xullas, hamma mashinaga Yuan Plus chempionlar ham bor. Mana bu yerda chempion buni orqasida turgani. Hamma mashinalarimizga zashniylar bor batareykaga qo'yishga. Kevrasizlar, chiroyli qilib, ishlarni bitkazib, ko'ngillilik qilib, zashnini ham qo'yib, chiroyli qilib bitkazib beramiz. Sog' bo'linglar, yaxshilik ko'rishinglar.